Bayram uchun nimalar bor? Hammani didiga mos taomlar bor. Charchagan uy bekasi. Yo'q. Menda Yandex.Go bor. Har bir mehmonga xursandchilik ulashishni ovorasi yo'q. Chegirma va birinchi buyurtmani bepul yetkazish bilan Yandex.Go bor. Ovorasi yo'q. Futbolchilar asosan yangi klubga o'tishadi, qachonki eski jamoasi bilan muammolar bo'lsa. To'g'ri, hammasi yaxshilik bilan tugab, yangi jamoaga o'tganlar ko'p. Lekin yo murabbiy, yo rahbariyat bilan urushib, tortishib, muammolar bo'lib, qanaqadir ichida alam qolib ketgan futbolchilar ham bor. Bugun o'sha alami qolib ketgan, keyinchalik o'sha eski jamoalardan qasos olgan futbolchilarni eslaymiz. Ya'ni top 10 eski jamoasidan qasos olgan futbolchilar. Juda ham qiziq mavzu menimcha. Sizlardan like, 50 mingta obunachi bo'lishimiz uchun tezroq obuna. Biz esa boshladik. 10-o'rin Zlatan Ibragimovich va Gvardioladan olgan qasosi, ya'ni eski jamoasi Barselonadan. O'zi Ibragimovich Barselonadan nega ketganini ko'pchilik bilsa kerak. Qisqasi, Gvardiola unga mashg'ulotlar paytida e'tibor bermagan, ignor qilgan ruschasiga aytganda va boshqa muammolar bo'lganligi uchun orzusidagi jamoa Barselonadan ketishga majbur bo'lgan va boshida birinchi mavsumda ijara asosida Milanga, keyinchalik shu jamoaga transfer bo'lgan. Xullas, Chempionlar Ligasi 2011-12 mavsumida guruh bosqichida Milan va Barsa bir guruhga tushib qolishgan. Ibra kutgan kunlar va nihoyat keldi. Lekin afsuski, guruh bosqichidagi birinchi o'yinda Ibragimovich qatnasha olmagan. Yanvargacha kutishga majbur bo'lgan, ya'ni javob o'yinigacha. Demak, 23-yanvar javob o'yini. Birinchi o'yin 2-2 bilan tugagan. Hisobni Barsa ochmoqda 14-daqiqada avtogol Van Bommel. Lekin o'tgan o'yinga nisbatan bu o'yinda Zlatan Ibragimovich degan shaxs paydo bo'ldi. 20-daqiqa hisob 1-1 Zlatan Ibragimovich. Ammo lekin biroq 31-daqiqada Messi, 63-daqiqada Xavilar bilan Barsa 3-2 hisobida Milanni mag'lub qilgan. Lekin menimcha Zlatan uchun asosiy narsa qilingan, ya'ni Gvardiola jamoasidan qasos olingan. 9-o'rin Super Mario Balotelli. Mario super talant va shu talanti bilan 2016-17 mavsumda Fransiyaning Nice jamoasini Liga 1da 3-o'ringa olib chiqqan. Umuman o'zi Nice safida 76 ta o'yinda 43 ta gol urgan. Lekin o'zining 3-mavsumini unaqa yorqin ko'rsatmagan. Chunki uni shu darajaga olib chiqishga sababchi bo'lgan murabbiy Favre jamoani tark etgan va Balotelli'da motivatsiya yo'qolgan. Balotelli ham deyarli Marseille'ga o'tishi kerak edi, lekin Nice transferni amalga oshira olmagan. Bundan jahli chiqib, Mario yangi mavsum oldin mashg'ulotlariga 2 hafta kechikib kelgan. Plus 12 qo'shimcha kilogramm bilan kelgan va bu yangi murabbiy Patrik Vieiraga albatta yoqmagan. Qishgacha Marioni deyarli o'ynatmagan, maydonga tushsa ham hech narsa qila olmagan. 2019-yil qishida Mario va nihoyat Marseille'ga o'tadi va birinchi Marseille-Nice o'yinida hisob 1-0 Marseille foydasiga. Kim gol urgan deb o'ylaysiz? Albatta, Super Mario Balotelli. Yagona hal qiluvchi gol va g'alaba yetmaganiga ustidan kulgandek jamoadoshlari bilan nishonlash. Bu Balotelliga mos narsa. 8-o'rin Mo Salah va Chelseadan olgan qasosi. Salah Chelseaga Shveysariyaning Basel jamoasidan o'tgan. Aynan Chelseaga qarshi yaxshi o'yin o'tkazganligi uchun, lekin jamoada uzoq bo'lmagan. O'sha payti Chelsea bosh murabbiyi Jose Mourinho Chelsea'da ko'proq himoyaga e'tibor qaratardi, hujumga nisbatan va bu Salahning potensialiga xalaqit qilgan. Plus Mourinho Salahni darhol natija bera oladigan futbolchi deb ko'rmagan va uni ijaraga yuborgan. O'sha payti tayyor yulduzlar Azar, William, Oscar kabi futbolchilarga ko'proq e'tibor qaratgan. Boshida Fiorentina, keyin Romaga ijara, so'ng Romaga transfer va Romadan Angliyaga qaytadi. Navbatdagi manzil Liverpool. Chelsea Liverpool o'rtasida birinchi o'yindayoq Salah gol uradi, lekin o'yin durang bilan tugaydi. Liverpool unaqa foyda ko'rmaydi bu o'yindan. Lekin keyingi goli juda ham taniqli bo'lib ketgan. Hamma eslasa kerak shu uzoqdan 9-likka goli va mashhur bo'lib ketgan nishonlashi bilan. Shu goli bilan Salah Chelsea rahbariyatiga o'sha payti qo'yib yuborilishi kerak bo'lgan inson u emas, balki murabbiy ekanligini isbotlab qo'ygan. 7-o'rin endi Chelsea futbolchisi eski jamoasiga qasos olgan vaziyatni eslaymiz. Cole Palmer. Cole Manchester City tarbiyalanuvchisi va jamoani juda yaxshi ko'rar edi. Bu jamoada asosiy tarkibda o'ynash uchun borini bergan.
Xuddi Phil Fodendek asta-sekinlik bilan natija berishni boshlayotgan edi. Boshida Arsenalga qarshi Angliya Superkubogida gol, keyin UEFA Superkubogida gol va jamoaga yangi sovrin. Lekin Gvardiola uning pozitsiyasida juda ko'p futbolchilar borligi uchun unga asosiy futbolchi bo'lishini va'da qilmagan, lekin shu vaqt o'zida ijaraga bera olmasligini ham aytib o'tgan. Bu yosh, potensiali katta futbolchiga yoqmagan va u tezroq yangi jamoa izlashni boshlagan. Chelsea bundan foydalangan. Bu talantni shunchaki qo'ldan boy bergisi kelmagan. Deyarli 50 million yevroga sotib olishgan. Bu bir yil oldin bo'lgan narsa va ko'pchilik 50 million ham Palmer uchun juda ham ko'p va bu ortiqcha baholangan futbolchi deyishgan. Qarabsizki, hozir Cole Palmerning transfer marketdagi narxi 130 million yevro. Chelsea'da birinchi mavsumda 39 ta o'yin, 24 ta gol va 13 ta assist. O'sha birinchi mavsumda Cityga qarshi o'yin va hisob 4-3 City foydasiga. O'yin shunchaki yonmoqda va 95-daqiqa Chelsea foydasiga penalti va uni kimsan 4 oy oldin Cityga kerak emas bo'lgan Palmer urib, golni sovuqqon tarzda nishonlamoqda. Va Gvardiola bekor uni olib qolmaganiga pushaymon qildirmoqda. 6-o'rin Daniel Welbeck va Manchester Unitedga qasos. Welbeck ham qachondirlar talant deb hisoblangan. Manchester United tarbiyalanuvchisi Ferguson qo'l ostida 17 yoshda debyut qilib, darhol birinchi golini urgan. Lekin Ferguson ketganidan keyin Louis van Gaal kelib, futbolchi yuziga darhol shunday gap gapirgan. Sen asosiy tarkibda o'ynashga loyiq emassan. Va mana shu gaplarni eshitgandan so'ng futbolchi jamoani tark etishni maqsad qilgan. 2014-yili 20 millionga Angliyaning boshqa kuchli jamoasiga o'tadi, Arsenalga. Va birinchi o'yindayoq kerak emassan degan jamoadan qasos olingan. United hamma turnirlardan chiqib ketgan edi. Yevrokuboklar yo'q, Liga Kubogi yo'q, chempionatda 4-o'rin va oxirgi umid Angliya Kubogi edi. Chorak final Arsenalga qarshi. Birinchi bo'lim tugadi, hisob 1-1 va ikkinchi bo'lim boshlandi. 61-daqiqada esa kimsan Daniel Welbeck gol urmoqda United darvozasiga. Va hisob shu bilan tugab, Unitedni mavsumda umuman sovrinsiz qoldirgan. O'zi esa o'sha Angliya Kubogini yutgan Arsenal bilan. Arsene Wenger menga gol ursam, Van Gaalga qarab nishonlashimni so'ragan edi va shunday baqirishimni. You just Welbeck it. Welbeck inglizchasiga Welbeck deb eshitiladi, ya'ni yaxshi qaytish. Va u shunday baqirgan va nishonlagan. Asosiysi qasos olingan. 5-o'rin Sergio Ramos va Sevilladan olingan qasosi. Sergio o'zi Sevilla jamoasida atigi 1 yil o'ynagan edi, lekin shu darajada Realga yoqqanki, Florentino Perez 19 yoshli himoyachida kelajakni ko'rib, uni sotib olish uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan. O'sha paytda Sevilla prezidenti Del Nido Ramosga shunday degan: "Agar 12-15 millionlik taklif tushsa, sotib yuboraman" deb va'da qilgan. Lekin nafaqat Real, boshqa top klublar qiziqishni boshlagandan so'ng prezidentning fikri o'zgargan. Minimum 27 million deb e'lon qilgan va bu Ramosga yoqmagan. U menga yolg'on gapirdi deb intervyu bergan. Lekin Real baribir Ramosni sotib olgan o'sha 27 million yevroga. Keyin esa Ramos Sevilla darvozasiga juda ko'p gol urgan va hammasini nishonlagan. 2017-yili esa Sevilla stadionida Panenka uslubida penalti goldan so'ng Sevilla muxlislari unga qarab Ramos o'lib ket deb baqirishgan. Bu stadionga Rakitic yoki Dani Alves kelishsa, ularni qiroldek kutib olishadi. Menga esa o'lim tilashadi deb xafa bo'lib intervyu bergan futbolchining o'zi. Eng qizig'i, Ramos Sevilla darvozasiga himoyachi bo'lib turib 7 ta gol urgan va 7 tasida ham nishonlagan. Shu darajada qasosi alami bo'lganki va hammasini olgan. Lekin yaxshi hamki, o'tgan yili Sevillaga qaytib 1 yil yana o'ynab berdi. Endi bu safar afsona sifatida. Shuning uchun hammasi hozir yaxshi. To'g'ri, va 3-o'rinlarni bitta qilamiz, chunki ikkalasi ham argentinalik futbolchi va ikkalasi ham Manchester Uniteddan qasos olgan. Angel Di Maria va Carlos Tevez. Di Mariadan ko'p narsa kutishgan edi, lekin Louis van Gaal qo'ygan futbol unga umuman yoqmagan va to'g'ri kelmagan. Plus uning uyiga o'g'ri tushgani, ayoliga Manchester shahri yoqmagani va hokazo sabablar deb futbolchi 2015-yili 63 million yevroga PSG ga o'tadi. Har safar televizorda Manchester United o'yini bo'lsa, Angel boshqa kanalga olishimni so'raydi, deydi futbolchining rafiqasi. 2018-19-mavsum Chempionlar Ligasida United va PSG to'qnashuvi va Old Traffordga albatta Di Maria kelgan.
PSG jamoasi 2-0 ga yutgan va o'sha ikkita golga ham aynan Di Maria assist qilgan va United muxlislarini o'sha kunga qo'rqinchli tushiga aylangan. Carlos Tevesniki undan ham qiziqroq. U Uniteddan Manchester City futbolchisi sifatida qasos olgan. O'zi Unitedda porlagan, jamoa bilan APL, Chempionlar Ligasi, gollar, sovrinlar hammasi yaxshi edi. Lekin jamoaga Berbatov kelganidan keyin Teves o'zini noqulay va keraksizdek his qila boshlagan va bu yerda City ko'proq maosh taklif qilganda rad etmasdan 2009-yili Manchesterning boshqa jamoasiga ko'chib o'tgan va o'sha mavsum Angliya Liga Kubogi yarim finalda Manchester derbisi ikkita uchrashuvda ham Carlos gol urib, gollarni baqirib nishonlagan. Umumiy hisobda o'sha Angliya Kubogida baribir United finalga chiqqan bo'lsa ham, lekin chempionatda aynan Manchester City United bilan bir xil ochko bo'lib turib ham City yutib ketgan va mana Carlos qanday qasos olgan. Teves Rip Fergie deb yozilgan karton ko'rsatgan. Sir Alex Fergusonga atab. Keyinchalik Tevesning bunday holati qilig'i uchun Manchester City rahbariyati United rahbariyatidan uzr so'rab chiqqan. Ikkinchi o'rin Emmanuel Adebayor. Adebayor degan futbolchini o'zi hamma tanisa kerak, asosan mana shu nishonlashi tufayli. Futbol faoliyatini bilmasangiz ham, lekin shu nishonlashni hayotingizda bir marta bo'lsa ham ko'rgansiz. Emmanuel Arsenal safida 104 ta uchrashuv o'tkazib, 46 ta gol urgan. Lekin ikki xil sabab deb haligacha noma'lum qaysi biri haqiqat jamoani tark etgan. Birinchisi Arsenal muxlislari uni yoqtirmaganligi uchun, ikkinchisi rahbariyat uni sotib pul ishlamoqchi bo'lgani uchun, deydi futbolchining o'zi. Xullas, qaysi sabab bo'lishidan qat'iy nazar Adebayor Arsenaldan Manchester Cityga o'tadi va jamoalar o'rtasidagi birinchi uchrashuvdayoq Emmanuel sakrab boshi bilan gol uradi va gol urgan darvozasi orqasida Manchester City muxlislari bo'lsa-da, Adebayor ataylab maydonning narigi burchagiga borib, aynan Arsenal muxlislari o'tirgan sektor oldiga borib, shunday nishonlaydi. Muxlislar menga qarab so'kinishgan, narsalar otishgan, lekin birortasi yetib kelmagan. 4-2 Manchester City foydasiga, Adebayordan esa qasos va mana shunday nishonlash. Birinchi o'rin umuman kutilmagan futbolchi. Bu insonni 99% odam tanimasa kerak, chunki o'zim ham tanimasdim, lekin ko'rib o'qib chiqqanimdan keyin bu aniq birinchi o'rin deb yubordim. Fernando Morientes va Realdan olgan qasosi. 20 yil orqaga qaytamiz. Real Madrid 1997-yili Real Zaragozadan yosh hujumchini sotib oladi va futbolchi 6 ta mavsumdan 4 tasida jamoaning ikkinchi to'purariga aylanadi. Morientes asta-sekinlik bilan jamoa asosiy hujumchisi va liderga aylanayotgan payti Real kutilmaganda Ronaldo Nazarioni sotib olgan va Morientesni esdan chiqarib yuborgan. Florentino Perez futbolchini Barcelona yoki umuman La Liganing boshqa jamoalariga sotishni mumkin emas qilib qo'yadi va faqatgina transfer oynasining so'nggi kunida 1 yilga Monacoga ijaraga beradi. Monaco safida birinchi 10 ta o'yinida 6 ta gol va 2 ta assist. Yaxshi natija va Chempionlar Ligasi chorak finalda aynan Monaco Galacticos Real Madridga to'qnash keladi. Ronaldo Nazario 81-daqiqada hisobni 4-1 qiladi. Eslatib o'taman, aynan Ronaldo Nazario deb Morientes Realdan ketishiga majbur bo'ladi. Real uchun Chempionlar Ligasi chorak finalda tugaydi va bunga sabab o'zining ijaraga bergan futbolchisi tufayli. Keyin esa Morientes Realga qaytishi bilan Liverpoolga transfer qilingan. Afsuski Perez baribir Ronaldo Nazarioni ustunroq ko'rgan. Uni Chempionlar Ligasidan Monaco safida chiqarib yuborgan futbolchisidan ko'ra. Futbolda hamma futbolchilar ham eski jamoalarga gol urishsa, uzr so'rab ularni hurmat qilishmaydi. Ba'zida ularda alam qolib ketadi va qasoslarini olishadi. Sizlar yana kimlarni bilasizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like va tezroq 50 ming ta obunachi bo'lishimiz uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat A kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.